الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ningki 89-oyatiga keldik. İlgirki oyatda Allah subhanahu va taolo mu'minlarningki munofiqlarga qarata yarim yo'ldan yenib olganlarga qarata birlik safini saqlashning kerak ekanligi, bu bular haqida ikkiga bo'linish, nishondan adishning qat'iy to'g'ri emas ekanligi haqida mu'minlarning ichidagi shularning tarafini olib turib ayrilganlarga qarata qayg'andi. Bugungi oyatda shuning sababi shaklda nima uchun u munofiqlarning tarafini olishga bo'lmaydi, nima uchun sabtdan ayrilganlar, ular ya'ni o'z vaqtdagi men oldingi darsda so'zlagan xildagi kishilar munofiq deyiladi. Ularning ichki dunyosi nima? Ig'izidagi men musulmon degan gipi nimaga vakillik qiladi? Qatorliq masala haqida bugungi oyatda Allah subhanahu va taolo bizga bayon qilib beradi. Davatuda astag'izu billah. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Oyatning mazmuniga kirishdan ilgari biz avval qisqacha bir tarjima qilib o'taylik. Oyat gapni shu munofiqlar haqida boshlab deyotdi. Ular deydi. Sizlarningki xuddi ularga o'xshash kofirlashinglarni qanday qilib umid qiladi. Da bu vaqtda hech farq qilmaydi. Ularning qisildigan tarafi qolmaydi, ansiraydigan tarafi qolmaydi. Unda olgandan keyin sizlar ularning chinglardan, ularning ichidan hech qanday bir do'st, yaqin o'zinglarga mansub bo'lgan kishilar deb qaraydigan bir bo'lik kishilarni tutmanglar ya'ni. Ular bilan munosabatlar qolmasin. Ular taki Allah yo'lida hijratni davom qilib, hijrat qilib, o'zining haqiqiy iymonini isbotlaganga qadar. Agar ular yuz o'risa, ularni tutinglar. Ya'ni yuz o'ris degan ma'nodagi xiyonat ifodasi. Ya'ni shu xiyonat qilib yuz o'risa, ularni tutinglar, tapqayada o'ltiringlar. Ulardan hech qanday bir do'st yoki o'zinglarga yordamchi qilmanglar. Endi qarindoshlar, biz oyatning mazmuniga kirishdan ilgiriki mazmunga biroz qaytish to'g'ri keladi. Oyat so'zlayotgan kishilar qanday kishilar desak, oldingi soatlik darsimizda biz bayon qilganimizdek, musulmonlarning azroq g'albasini ko'riblar, andishiga tushgan kishilar. Musulmonlar yana g'alba qilib, ishlarning igisi bo'lib qolsa, biz qanday qilamiz? Ya'ni biz musulmonlarning qarshisida bo'lib qilib, zararga uchrab ketamizmi? Menfaatimizga kapolatlik qilamay qolamizmi deb darrov musulmonlar shunda g'alba qilgan paytda musulmonlar tarafiga o'tgan kishilar. Bularning tilida o'zini musulmon deydi, la ilaha illalloh deydi, musulmonlar bilan bir jamiyat yashaydi, ammo qalbi hala kufrga bog'langan. Bular Madinaga hijrat qilgandan keyin, musulmonlar bilan bir yo'lda mangandan keyin tabiiy bu yo'lning badili va jafosi va qiyinchiligi va bular buniga bulanmay keyin qaytib ketamiz deydi. Ig'izdagi bahonasi nima? Makkaga berib, Makkadagi mol mulklarimizni qaytib akilim. Musulmonlar shuni bilan bular haqida ikkiga bo'lindi. Birlari dediki, nimda bu yo'ldan qaytdi? Bu davadan qaytdi? Yo'q, bular bilan urushimiz. Bular hesabda musulmonlarning ichida turib, qaytib ketgandan keyin
Bu bir ig'ir krizis paydo qiladi. Bu qanday krizis paydo qildi? Birinchidan, musulmonlarning ichida yashagandan keyin musulmonlarning ichki sirlarini biladi. Nerede zafiyeti var, nerede acizlik var. Bular agar dushmanning tarafiga yetkazilsa, bu bir mo'ljalligisiz oqibat. Bu bir. Yana birisi musulmonlarning ichki jamiyatida bir xil davolg'ush, chekinish paydo qiladi. Chunki bular eg'iz-uzun musulmon deb turadi ya. Ana o'g'andan keyin bir bilik musulmonlar kesin qarshi chiqdi bunga keskin. Qaytmaydi. Qaysi urushimiz degan shaklda. Yana bir bilik yo'q, bu musulmon to'sa, qaytib keldigan to'sa urush. Alloh masalani oldingi oyatda kesdiki, bular munofiq. Bular haqqida nima uchun ish kisab bo'lasizlar? Birlik seponi saqlashingiz kerak. Amaliyotda buning ko'ngilda orzu qiladigan nima bugungi oyatning mazmuni? Buning endişisi tügüsün. Bunu şunu arzu qiladi. Bunu nima uchun musulmon bo'lganda eg'izda? Musulmonlar g'alaba qilib qolsa, biz yomon kun ko'rib qolamizmi deb eg'iz musulmon bo'lganda. Shu bularning barliq orzusi nima desa, sizlarningmi bularga o'xshash nim bo'lishinglar kofir bo'lishinglar. Yani musulmon deb gap qolmasa, kofir deb gap qolmasa, bular xotirjam bo'ladi. Hammasi o'xshash kofir bo'lib ketsa, bular xotirjam bo'ladi. Maqsadi bu bularning. Endi bu yerda bir inchki nuqtadan birisi bor. Yani Allah bizga eskartayotgan nuqtadan birisi bor. Bularning ko'ngil orzusi, qalbining tigirikisi musulmonlarning kufrdan yenishi. İmandan yenib kufr tarafiga qaytishi. Jamiyatning butunlay kofir jamiyat bo'lishi, ana musulmon kofir deb bo'lmasligi. Ya'ni kelgusida endish qiladigan bir ahvolning qilmaslik bo'lgan bo'lg'achqa, qalb ishi bu. Qalb insonning putqulni harakatlantiradi. Da bularning barliq ish harakatlari shu asosda bo'ladi. Musulmonlarning yo'qolishi, musulmonlarningki mana shu vaqtda hammasiningki kofirlab ketishi uchun bular harakat qiladi. Alloh bu yerda bizni bularning bu ishidan eskartyapti. Yani bularning xiyonatidan eskartyapti. Bularning musulmonlarning ziniga qiladigan ish harakatini eskartyapti. Chunki musulmon deb eg'izda da'vo qilgan bo'lg'achqa, musulmonlar orasiga olgan bo'lg'achqa bularni musulmonlarning ichki ahvolini biladi, ichki sirini biladi. Bu nuqtadan Alloh eskartyapti. Bularning qalbidagi bu putqollari, yani ish harakatlari mutlaqo mushu asosda harakat qiladi. Sizlar diqqat qilinglar degan bir şekilde bizni qanday qilyapti? Eskartyapti qarindoshlar. Biz mandaq bir nuqtani diqqatimizdan saqit qilolmaymiz. Bu kishilar eg'izda musulmon. Eg'izdan la ilaha illalloh chiqib turdi. Buningga ehtiroman islom bularga musulmonlik muomalasi qilishga buyuruydi. Ammo oyatda, ilgirki oyatda bularni Alloh kafir deb, munofiq deb tasvirlagan bo'lsa, bu oyatda bularni kafir deb qanday qilyapti, tasvirlayapti. Kufr degan nima desa, biz burunni so'zlab o'tgan to'qarindoshlar, bu narsani boshqalardan yuchirish degan bo'ladi. Shu kafirlarning kafir deb atilishining o'zilam Allohning barliq birligining bir ifodasi. Alloh bular qanday qilyapti, yushiryapti buni bizdan. Boshqalar bilmasin degandek harakat beryapti. Endi ma munofiqlar qalbi kufrga tavog'achqa bilan Alloh kafir deb atadi. Faqat eg'izdagi la ilaha illallohning hurmati bularga shakl jihatda musulmonlarning musulmoncha muomala qilish huquqiga ega qiladi bularni. Qiyomat kunisicha bular kafir o'g'achqa do'zaxning eng tuvan qatlamiga kiradi. Bularning munofiqligi qiyomatda o azapning ustiga azapni texmo qanday qiladi? Ziyoda qiladi. Masala bu. Endi bilasizlar, biz jiq takrorladik bu gapni. Musulmonning eg'izi bilan qalbi o'xshash. Qalbidimi shu, eg'izidimi shu, ish harakatimi shu, bu bir maslashgan hayat. İçki dünyası, taşqı dünyası hemmisi bir ritimde ketayotgan hayat. Yani bu bir rahat ameliyatda hayatda. Kafir yolu hata olgan takdirdami, ama qalbimi shu kufr yo'li, eg'izdan chiqayotganimi ham uning shu kufrligi
qilayotgan ish harakatimi ham kupurligi, buning bir ichki dunyosining bir maslishchanlik tarafi bo'ladi. Ammo munofiqchi ichki dunyosi boshqa, tildan chiqayotgani boshqa. An amaliyati aning qishqivasi aningcha, maning qishqivasi maningcha. Qo'rqish, endisha, iztirob, siqilish, ichki dunyosidagi bir xil nima to'qinish o'zaro, ziddiyat, bu hayotni to'shqan bir hayot bu. Bularni nima uchun bu hayotga cho'kizib qo'ydi desa, bulardagi bir ojizlik. Chunki batil kuchi bor vaqtida, kuchlik vaqtda hech qachon til do'simi anda haq tarafda turmaydi. Batillikni qo'rqmaydi, davron qiladi, bozorga soladi. Qo'rqmay qarshi chiqadi. Qanday vaqtda andin keyin qalbi batil olsunmi, qalbi kufr olsunmi, eg'izda iymonni da'vo qiladi desa, ojizlik buning vujudiga yamurgan vaqtida andin keyin bu til do'smi deb qo'yib qalbida boshqa ish qiladigan bir holat keladi. Dal munofiqlarning ahvoli bu. Munofiqlar ikkili yerda o qadar bir qiyinchilikda. Qalbidagilar bilan bir yerga kelsa, biz sizlar bilan billah. Musulmonlarning qashig'iga kelsa, biz sizlar bilan billah. Ularning qashig'iga kelgan vaqtda o'zining ular bilan birlikni ifodalash uchun o qadar jafo tortadi. Musulmonlarning qashig'iga kelgan vaqtda o'zining musulmonlar bilan birlik ekanligini ifodalash uchun o qadar jafo tortadi. Bu bir xil iztirob ichida. Bular mushu iztirobdan qutulish uchun musulmonlarningki yo'qolishini. Aşu çünkü qalbi kafir ya bularningki. Bularning endishisining yo'qolishini, bu bir rahatlashni orzu qilib, musulmonlarning o'ziga o'xshash kufr bo'lishini umid qiladi. Bugungi oyatning birinchi mazmuni shu. Endi bu yerda takror eskartib qo'ydigan nuqta, bularning qalbidagi umid orzu qilgani mushu og'achqa qiladigan barliq ish harakatlari o'ylaydigani shu bo'ladi. Yani bu musulmonlarga nisbatan eng cho'ng eskartish, ogohlantirish, balkim shu maqsadga yetish uchun hilmikar ishlatishi mumkin, suiqasd qilishi mumkin va shu asosda harakat qilishi mumkin. Masalan, munofiqlarning bayatdanki ichki dunyosi haqida ba'zi paranglashib qoldik, deb so'zlab qoldik. Buning bir misol olsak, bir sinfda yoki bir organda ishlaydigan bir xodimlarning ichida hammasi tirishchan, birisi o'rindan birisi bor. Bunun as xiyoli nima bo'ladi desa, atrofdagilarning o'ziga o'xshash o'rinilishi. Chunki atrofdagilar tirishib ishlasa, ma'ning o'rinligi o'rtaga chiqib qoladi. Yoki bir jamoatning ichida ko'zga ko'ringan alohida iqtidorliq tirishchandan birisi o'rtaga chiqsa, qolganlar farqliq bo'lib qolmaslik uchun onu keyniga tortadi. Bunda ahvol bo'ladi. Munofiqning ahvoli dal musha ahvol. Chunki inson shuna bir maxluqqa qarindoshlar. O'zi eski olsa-mu yaxshisini izlaydi. Bir o'g'ri o'zi o'g'irlagan bir pul yoki molni saqlash uchun eng omonatdor odamni izlaydi. Bir o'g'ridan birisi pul o'g'irladi, bir tashvish keldi. Bu tashvishda chiqib qolmaslik uchun pulni birisining qishda qo'yib qo'yish kerak, ma'lum vaqt. Eng omonatdor, xiyonat qilmaydigan, mushpursini saq biradigan odam izlaydi. Bir yolg'onchi savdoga o'zining savdosiga shirik qilish uchun aşır rost so'zlaydigan rostchil odamni izlaydi. Ya'ni batilning batilligi, yomonlikning yomonligi, rezillikning aşı işinin içindeki edemligimi hem iniq mesele. Bilisizler Peygamber Aleyhisselam'ın tarixida Resulullah o kadar qarşı çıktı. Mekke'de to'g'li qo'ymay Mekke'den qo'g'lidi. O kadar qarşı çıqqan adamlar o'zining omonatlarini Resulullahga qo'yatdi. Chunki Resulullahga qarshi olsa-mu omonatdorligini biladi. Ali radhiyallohu anhu'ni o'rnida qolib qo'yib Rasululloh ketisi mangdiya Madinaga. Şu Mekke ehlininki qo'ygan omonatlarini taqib birish uchun Ali radhiyallohu anhu'ni qo'ygan mesela. Yani Resulullah'ning payg'ambarligini inkor qildi-yu, amillikini qana qildi, e'tirof qildi. Yani dunyoda bu iniq masala qarindoshlar. Bu iniq masala. Eski odamlarmi, eng nachar, eng past odamlarmi yaxshilik izlaydi. Yani yaxshi odamni izlaydi, yaxshi odamni qana qiladi,
tunuydu qarindoshlar. Masalan bir misol alayım. Bir eski adam yalğandın başqalarının haqqını yeb aldı. Şunun bilan sotqa tushdi. Sotda bir do'sti bu eski adamning do'sti guvochi bo'lib sotqa chiqib yalğandan guvohlik qurib, "Yo'q, bu palanning bir narsani yeyapmidi?" Do'sti ya. Yalğandan guvohlik qurib, buni bu sotdan qutqizib qo'ydi. Ya'ni yordam qildi hisobda. Kun kelib, mushu sotda do'stining guvohligi bilan bu rezillikdan qutulib qolgan bu odam tövbe qilib, to'g'ri yo'lga qaytgan kunlarning birida aşı heliqi do'sti yana bir odamga buning oldida guvoh versa, mushning guvohligini qabul qilamdi, qilmamdi. Tabiiy qabul qilmaydi. Nimishqa yomonlik, nacharlik her zaman kim qanday olsun, o'zi eski olsun, yaxshi olsun, yaxshilikning yaxshilik ekanligini hammadan biladi, yomonlik ekanligini hamma odam biladi. Ya'ni eng rezil ishini qilayotgan odam fazilat egalarini hurmat qiladi. Eng yag'anchi odam rasul odam izlaydi. Bu insonning tabiati. Ya'ni gapimiz shu. Munofiqlar o'zi munofiq. İchki dunyosi kufri, eg'izda musulmonlik va la ilaha illalloh va bularning andish tufayli musholatga keldi. Yana andishsi borki, o'zining ishining oshkorlik qilishi. O'ylaganday bo'lmasligi, rezillikka tushib qolishi. Shuning bilan bularning ko'nglidagi nima desa, musulmonlarni u yo'ldan qaytib, kufr yo'liga qaytsa, buning orasida qamay bir hozirgi ishi siqilishdan ziddiyatlik bir ahvoldan qutulsa ekan degan bir umid bor bularninki. Shu musulmonlarninki kufrga qaytib, o'zidan o'xshash kafir bo'lishni umid qiladi bular. Endi buning bu nishoni umid bo'lgandan keyin inson cho'qim ko'nglidigiga qarab harakat qiladi. Mayli oshkora, mayli yoshirin, insonning ko'ngli nim bo'lsa, ish harakatida shu ifodalanib qoladi. Bo'lgandan keyin bular musulmonlarga suiqasd qilib qilishi mumkin, musulmonlarning zarariga harakat qilib qilishi mumkin, musulmonlarning ichki sirini, maxfiyatchiligini dushmanlarga qana qilishi mumkin, yetkazishi mumkin. Chunki Qur'on bu yerda eskartadi. Buning qalbidagi buni yaxshi ko'radi. Sizlar bulardan ehtiyot qilinglar degan bir shaklda fala tattaxizu minhum awliya. Bulardan o'zingizlarga do'st hamroh qilmanglar. İşleringlarga ega qilmanglar. Bular ishonchsiz. Bular maslahatga yaramaydi. Bulardan biror yordamni talab qilg'ili olmaydi, chunki bularning ichki dunyosi bayon qilingandek ma shaklda deb Alloh subhanahu va taolo bizni qanaqa qilyapti, eskartadi bu nuqtadan. Endi mishakaga vaqtimizda bir oyatning oxirisi bizga ajoyib go'zal prinsipdan birini berdi. Bulardan hech qanday bir avliyo do'st o'zinglarga yaqindan birini tutmang deb bo'lib, hattoki bular Alloh yo'lida hijrat qilganga qadar. Ya'ni bularning asosli tut masalasi shu yerdan chiqdi ya. Bular hijratda musulmonlar bilan bu da'voda, bu yo'lda oxirigacha mustahkam turib, o'zining eg'izdan chiqayotgan men musulmon, men la ilaha illalloh dedim degan gapini isbotlamoqcha unda qilmanglar dedi. Bular munofiq. Lekin isbotlasa tamam. Bular bilan qizg'in muomala qilishga bo'ladi. Ya'ni bu yerdan shu chiqadi ekanki, islom har qanday bir odamga nazar tashlagan vaqtida, qaragan vaqtda kishining kishiligiga qaramaydi, ish harakatiga qaraydi. Chunki dunyoda bir odam menga kofir deb yo'q, menga munofiq deb yo'q. Bugun munofiq bo'lgan bo'lsa, tövbe qilib haqiqiy mu'min bo'lishi mumkin. Bugun kofir bo'lsa, haqiqiy tövbe qilib aytsa, sog'lom bir musulmon bo'lishi mumkin. Ya'ni masala kishining kishiligi emas, kishining jinoyati, qilgan ishi. Bir odamni u odamning shu odam bo'lganlik uchun yomon ko'rmaydi islom. Shu eski ishni qilganlik uchun yomon ko'radi. Agar bir odam eng rezil ishni qilgan bir odam shu ishdan chekinib tövbe qilsa, o odam islomda hurmatli odam bo'laveradi. Chunki u qilgan hilqi eski ishni tashladi. U odamning odamligi boshqa masala, qilgan ishi boshqa masala. Shunga Qur'on munofiqlar haqida nima deydi?
فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا deb bulup, lekin bular özünün imanını haqiqiy isbotlay olsa, bu hicretde, bu davada, bu yolda ahirgacha mustahkam tura olsa, tamam? Bularni qanday qilsanglar bo'ladi? Normal musulmonlarga o'xshash muomala qilsanglar, andaki ish bag'ringni bularga assanglar bo'ladi deyapti. Ya'ni mesela odamning odamlik emas, ish. Bular shu ayiblanayotgan ishdan yiroqlashdimi, shu ishni tashladimi? Bo'ldi, bular maqbul bu insonlar. İslam bu şekilde muamele kılıyordu, bu şekilde muamele kılışkı buyuruyordu. Ömer radıyallahu anhu aldıdan özünün kardeşinin katili öttü. Etrafında dedi ki bu Zeyd'nin katili. Ömer şu vakti ne dedi? Kana kılamam dedi. İslam, Allah onu İslam'a hidayet kıptı. Müslüman buluşunun ilgili ötközgen cinayet hemmisi efu. Karanlar Ömer radıyallahu anhu özünün şəxsiyyətindən bütünlüyə çıxdı. Və o adamın şəxsiyyətinə qaramadı ki, qıvatqan işiға, tutuvatqan yoluğa, məngvatqan yoluğa qaradı. Onun qıған işi tügüdü. O adam, o işini qıған adam deyə qaralmasıq gerek ki, çünki o Müslüman oldu. O xatalıqdan qol üzdü. Xata yoldan çıxdı o. İslam bu şəkildə muamele qilishni bizga qanday quvvatdı, ügütüvatdı qarindoshlar. Yani munofiqlarga Allah subhanahu wa ta'ala müminlerin Allah'a dikkat qilish, ulardan hazır eyleş, suiqastlaridan ehtiyot qilishga buyurib bo'lgandan keyin ularni yaqinlashtirish qo'ymaydi. Asla ish bag'ini ichish qo'ymaydi. Hech qanday ishda maslahat silish qo'ymaydi. Ya'ni ichki mahbazlikni ular dish qo'ymaydi deb bo'lib, lekin ular haqiqiy o'zining sizlar bilan bir sabt ekanligini, haqiqiy mu'min musulmonligini, iymonini mush hijratda mustahkam turish orqali yolunun ahirgi sizlar bilan bilmagish orqali isbotlay olsa, tamam, ularning bo'ladi sizlarga o'xshash inson bo'ladi, mu'min bo'ladi, musulmon bo'ladi, musulmon muomalasi qilinadi degan bir shaklda Alloh subhanahu va taolo bizga qanday qilyotdi, ta'limot beradi. Bilasizlar, hijrat u qadar oson narsa emas. Hicret demek özünün en söygen vatanını taşlamak demek. Hicret demek en söygen kişilerden ayrılmak demek. Hicret demek özünün bütün mal, mülkü ve burun yaşayan bütün hayatından ayrıldı demek. Hicret demek hayatını yepyeni nölden başlamak demek. Onda asan emas. Hicret. Xuddi sahabalar Medine'ye kelib qanday jafo tatgan bo'lsa, qiyomatga qadar öz yurtini dini uchun tashlab chiqqan kishilar shunda jafo chekadi. Hicretni bir güzel hayat mesela yoki shirin orzu armonlar bilan boshlab hijratning qiyinchiligini ko'rgandan keyin o'zining u ideyalaridan yana burungi kallasidagi bu yo'ldagi qizg'inligi yo'qolib keyinga chekinish bu musulmonga yaxshilik ish emas. Hijrat ashta bir narsa. Hijrat insonning imonini sinaydigan narsa. Hijrat siniqidan o'tgan odam aqrama oyatda munofiqlarni Allah subhanahu wa ta'ala musulmonlarning ölçüşün bir ölçem berdi. Bularning sınaqni o'tishini o'lchami hijrat qilish, hijratni davomlashtirish oxirigacha. Bu o'lchamni berdi. Bu oddiy o'lcham emas. Bu bir nokta. İkinchidan bu yerdan oladigan bir nuqtamiz. Dedik ya, biz bilan kishilarning o'tirisidagi aloqa, kishilarga qaraydigan ko'zimiz, nazarimiz shaxsiyati yoki millati yoki nasibi bizlan bo'lgan buna u emas. U odamning mangan yo'li, tutgan yo'li, ideyasi, ish harakati. Qur'oni Karimda buning misollari intayin ko'p, bugungi oyatga o'xshash. Nuh alayhissalatu vasallam Allah subhanahu va taolo tarafdan kim yasashga buyurildi? Yasashga. Kim yasidi, kimiga ishonganlar, iymon etganlar chiqdi. Balası qilib qoldi lekin chiqmayman dedi. Nuh alayhissalom yo'lda mangmidi u. Nuh alayhissalom ey Allah meni va oilamni qutqizishga va'da bergandilar. Mening balam dedi. Qur'oni Karim nim dedi uni? Innahu amalun g'ayru salih. O'sining ahlidan emas. Bu yerda asosiy markazlik narsa ish. Qarama, innahu amalun g'ayru salih. Balada u balaning gapini qilmay Qur'on ishning gapini qilyotdi. Baholandigini, o'lchindigini ish. Bir ishninki yaxshi yomonligini bizga tava emas, insonning o'zi emas. Balki ishi, tutgan yo'li, mangan qimmat qarashi uningki mau eng muhim narsa. Ve o güzel bir prensip var bu ayette hazır.
Ya'ni bo'libmi bizga bugungi ahvolimizga eng mos qiladigan tarafi bugun o qadar arzu arman shirin xiyollar bilan balkim vatandikidan, o'zining yashagan vatanidan texmi bayashat yashaymiz, texmi go'zal yashaymiz degan arzu armanlar bilan chiqqanlarni yo'q degilolmaydi. Yana bor. Ammo bu hijrat bizni shunda tavlaydi-ki, bu hijratda rostchilar bir tarafga, yolg'onchilar bir tarafga qana qildi, ayrildi. U bo'lsa-mu, o'sha hijratning o'choqlarida tavlanib o'tdi. Munofiqlar mı ayrildi bu hijratda? Xuddi oyatda munofiqlarni o'z sepimizga qo'shish uchun qo'yilgan o'lcham bularning hijrat qilishi, bularning hijratni qana qilishi, davom qilishi qarindoshlar. Chunki payg'ambar alayhisalom mushu haqda alohida bir hadisini so'zlagan bir o'lcham shaklida innamal a'malu binniyat va innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allohi va rasulih hadisning oxirigacha jiq anglab ketgan hadis. Ya'ni ishlarning hammasi insonning niyatiga bog'liq. Har inson qilgan ishidan niyatiga yarasha ajr oladi. Bir odamning qilgan hijrati Allohning rasuliga bo'lsa, bu odamning hijrati shuningga hisob bo'ladi. Hijrati dunyoni ko'zlab qilgan bo'lsa, shuningga hisob bo'ladi. To'y qilaman, ayol olaman deb chiqqan bo'lsa, buningga hisob bo'ladi deyotdi. Ya'ni hijrat o qadar qulay ish emas. Hijrat rostchilik va yolg'onchilikninki. Bu yo'lda haqiqiy samimiyat bilan oxirigacha mangmaydiganligining nimasi o'lchimi. Ya'ni mu'min munofiqqa shunday muomala qiladiki, agar u munofiq o'zining munofiqligidan yansa, ya'ni u yo'l bilan bu yo'lning o'ttirdi mangadigan, avvalgi qilsa atrafga, ma'galbi qilsa matrafga mangadigan bu ahvolni yenib musulmonlarning yo'lini tanlasa, bu yo'lda mustahkam mangsa va bu hijratni davomlashtirsa, bu hijratni qilsa, tabiiyki munofiqlar munofiq say olmaydi u vaqtda. O imtihondan o'tgan bo'ladi, musulmonlarning sepidagi odam bo'ladi. Aksi taqdirda, agar u yuz o'rib yo'lni belli qildi, ya'ni qarshi tarafni tanladi, islom yo'lini emas, iymon yo'lini emas, kufr yo'lini tanlagan bo'lsa, qanday qilamiz u vaqtda desa, fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum. Chunki bu yerda ig'ir bir xiyonat bor. Agar yuz o'rib qolsa, ular bir mezgil musulmonlar bilan bir orada yashadi, o'zini musulmon dedi, musulmonlar ularga ishqonni ochdi, burun musulmon o'xshaydi deb, nurg'un maxfiyatchiliklarni bildi. Bu bir hozirgi huquq bo'yicha aytgan vaqtda bir milliy yoki bir davlatga qilgan, bir o'zining millatiga qilgan, o'zining jamiyatiga qilgan xiyonatga o'xshaydi bu. Musulmonlar jamiyatining butun ichki sirlarini bildi. Musulmonlarning kelgusidagi mavjudiyat munosabatlik zil ishlarga zarar yetishi mumkin bularning ketishininki, yuzi o'rib ketishininki. Davotda Qur'on bunda holatda agar ular yuzi o'rib ketsa, ularni tutsanglar bo'ladi, tapqa yeringizda o'ltiribtinglar, u vaqtda ularni hech qanday o'zinglarga yordamchi qilmanglar va yaqinmo qanday qilmanglar. Chunki xatarli bularning ishi deb o'tganimdek necha takrorladim buni. Bularni bu shaklda qo'yib o'tish bek ig'ir masala. Bek ig'ir oqibatlarni qanaq chiqadi, keltirib chiqaradi qarindoshlar. Agar musulmonlar bularga kengchilik qilsa, agar munofiqlar qanday qiladi ko'nglida? Musulmonlarning vaqtda rasmiy ko'z qilmaydi. Biz bularni bu qadar aldatdik. Bunun ichiga kip yashadik. İçki sırlarını aldık. Yani özümüzün yoluğa qaytib geldik. Bunu biz müştaq kıymetli. Ne kadar dört insanlar bu deydi. Hatta köngüne de deydi bu ne? Bu münafıqlığının, küfrünün deydiğen gepini Kur'an-ı Kerim qana qıldı, aşkarlaydı nurgullarını. Mesela münafıqlarının deydiğen bir gep var ya. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ. Bunlar öz köngülde deydi ki, Allah bizden geplerimiz sebeplik neymiş ki bizni azaplamaydı? Xumaydı ulu bunundaki hikmetini. Bular bilmeydi ki Allah'ın o vaqtdagi Allah'a inkar qilgan Resulullah'a qarşı chiqqanlarni, shuncha eg'ir gap qilganlarni, eg'ir ish qilganlarni azoblamasligi, chunki ularning avlodidan islomninki arslanlari, islomning asosiy qo'g'duvchilari chiqish mumkin. Xuddi Xolid ibn Validga o'xshash, Amr ibn Asga o'xshash, Ikrima ibn Abi Jahlga o'xshash. Bular buni o'qimaydi. Yani bu yerda demoqchi bo'lganim nima desa, bular ko'nglida har gaplarni qiladi bular. Agar musulmonlar munofiqlarga "Kasa xo'sh kelding" deb, ularning ishga sirlarini hamilib bo'lgan "Kasa xo'sh ketding" deb uzitib qo'ysa, bular ko'nglida musulmonlarni
eng tön haqaratlardan haqaratlaydi bular. Şuna bularni boş qo'yib etmaslik kerak. Bu nayt xatarlik oqibatlarga ib boradi. Demak, yuqorqi oyatda Alloh subhanahu va taolo aramızda qilib qilishi musulmonlar bilan o'xshash yashashunmi bir o'lcham qo'ydi. Agar musulmonlarning orasida ma'lum vaqt yashab bo'lgandan keyin yuz o'rib ketganlarga qanday muomala qildiganligi haqida nima qo'ydi, bir o'lchamni, bir ta'limotni bizga bergan bo'ldi. Ammo mushuning oxirisida mundaq bir holatlarga kelib qoladi. Masalan, aramizda yashagan munofiqlar aramizdan ketib biz bilan o'rtada, ya'ni musulmonlar bilan o'tirsida sulhi va to'xtam bor. Yana bir guruhining qishig'ib, ularning qishig'i sig'inishi mumkin. Bunda ahvollar bor. Bunda ahvol aslida qanday qilamiz endi? Urush ochamdiq, bayatni o'ltiringlar dedi-ya. Ular urush ochamdiq desa, Alloh subhanahu va taolo masalani bunda mutlaq emas, ya'ni. Buning har xil inchki tafsiloti va taraflari bor. Buning hammani bayon qilib, keyingi oyatda qanaqa da'vat ediki, إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Oyatda masalaning inchki shaxshilig'igacha bizga bayon qilib berdi. Agar bu munofiqlar sizlarning qishinglardan ketib, aranglarda sulhi, to'xtam, ahdi, misaq va bir kishilarning qishqirib sig'insa, bu vaqtda bularni qo'yadinglar. Bularning ishi tugaydi. Yoki bu munofiqlar arada qoldi. Munofiq o'zi sizlarga qarshi chiqishdan qo'rqdi. Yurki siqildi sizlar bilan urushdim. Endi sizlar tarafda turib, o'zining kofir qavmi var ya, ular bilan urushdimmi, yurki siqildi. Ya'ni sizlar bilan urush qilishqimi bir ansiraydi, o'zining qavmiga qarshi urush qilishdim. Mundaq holatda kelsa, ya'ni o'tirda sizlarga qarshi chiqmaydi, ularga qarshi chiqmaydi, mana bir ayrilib turishni tanlagan bo'lsa, bularni qo'ysanglar bo'ladi. Agar Alloh xolisa, ularni sizlarga musallat qiladiki, sizlar bilan urush qildi. Ya'ni bu yerda bizning oladigan joy nima desa, munofiqlarni Alloh subhanahu va taolo qo'rqinchi bilan bo'ysundirdi bizga. Yuragiga qo'rqinch kirgizdi. Bizga qarshi urush qilinmaydigan bir holat shakllandiki, vaqt o'qiymiz. Bu Allohning bizga bergan ne'mati. Agar qalbidagi qo'rqinchni elvatsa, bizga qarshi chiqib urush etishi mumkin, vaqtni bo'ladi. Urush degandanki g'albisimi bir ziyon. Mag'lubiyatimiz ziyon, g'albisimi nima insonga ma'lum darajada ziyon. Agar bu munofiqlar sizlarga chaqilmay sizlardan ayrilib turdi, ya'ni neri turdi sizlardan, fa in'tazalukum degani sizlarga chaqilmadi, zarar yetkazmadi, zarar solmadi, sizlarga qarshi urush qilmadi, sizlarga va alqaw ilaykumus salama, ya'ni normal tinchlik bilan muomala qildi sizlarga. Bunday vaqtda Alloh sizlarga ularga qarshi bir yo'l qo'ymadiki, ularga qarshi qana qilish qo'ymaydi, urush qilishga bo'lmaydi. Bu bir prinsip qarindoshlar. Chunki musulmonlarning musulmonlardan qo'rqib o'zi kafir, o'zi kufr ya'ni musulmonlardan qo'rqib o'zi kafir bo'lgandan keyin kafir qavm bilan birlashib musulmonlarga qarshi urush qilishga jur'at qilmaganligining o'zi Allohning buning qalbiga solgan qo'rqinch. Bu xil shakldagi ahvollar qolsa, bularga mana shaklda muomala qilamiz. Bu bir turi, bayat munofiqlarga qanday muomala qilishninki bir kichikgina tafsiloti. Yana bir tafsilot hamdi. Yana bir bo'lak kishilar bor. Munofiqlardan. Bu qanday kishilar desa, buni keyingi oyat Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Satajiduna akharina yuriduna ay ya'manukum wa ya'manu qawmahum. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Endi yeni bir bilik munofiqlarning yeni bir holati. Bayatdan holatini deb bo'ldik. Yeni bir holati, agar munofiqlar deydi. Yani bir bilik munofiq. Satajiduna akharina yuriduna ay ya'manukum. Yani bir bilik munofiqlar var.
Bular sizlardan mı saklanmakçı, özünün kavminden mi saklanmakçı? Münafıkların mücazı şu oldu ya başında davatımız ne? Müslümanlığın yamanlıkından saklanış, zarardan saklanış, özünün kavmi zarardan saklanış, üç kişinin oturturdu. Manın qış qoğasa, manınca, anın qış qoğasa, anınca. Bularga qanday muamele qilishni deb keldi. Hozirgi eng oxirgi bular haqidagi bir tafsilot, yana bir bilik munofiqlar borki, bir bilik kishilar bor, bir bilik qavmlar borki, bular sizlarning o'zlaringlardan saqlanmoqchi, o'zining qavmining zararini o'tirib turdi. O tarafga emas, bu tarafga emas. Ammo kullama ruddu ila al-fitnati. Shunda bir imtihon sinoq kelib, ko'nglida bir fursat deb bilgan bir ish keldi yani. Yani musulmonlarga bir hujum qilish fursati keldi yoki shunda bir chaqiriq keldi. Da qarab taqib, bu qatim musulmonlarni betaraf qila oladi ekanmiz deb ko'nglidamdi o'zicha. Shunda bir jazmiyat keldi. Bu bir ulug'ga nisbatan sinoq. Qur'on buni fitna deb atadi. Fitna normalda biz Uyg'urdagi fitna emas. Yani imtihon sinoq buning qandaqligini sinaydigan bir mezgil. Bayatdan ular chaqilmanglar, chaqilsanglar keskin bo'lmaydi deya Alloh. Yani betaraf tutgan munofiqlarga nisbatan. Ammo ayatda bir imtihon sinoq kelsa, buning mush sinoqda yine burunqi betaraflikini, musulmonlarga chaqilmaydigan holatini, shunama saqlab musulmonlarga qarshi urush ochmasa ahvol bayatdan qicha. Ammo kullama ruddu ilal fitna. Shunda bir fursat kelib, shunda bir imtihon sinoq kelib, musulmonlar hujum qilishga chaqiriq qo'yib qolsa va shunda fursatni bular yaxshi fursat deb bilib qolgan vaqtida urkisu fiha. Bular shunda keyinga qaytsa, burunqi kepi yo'q. Burunqi musulmonlarga qarshi turmaydigan yeri yo'q. Musulmonlarga qarshilam chiqdi bular. Fa illam ya'tazilukum. Agar bular sizdan ayrilmasa, ya'ni sizlarga qarshi urush, sizlarga chaqilmaydigan bir burunqi ayrim holatni saqlamasa, sizlarni tinch qo'ymasa, agar bular sizlarga chaqilib qolsa, o'zlarining qo'llarini yig'masa, qarshi urush qilib qolsa musulmonlarga qarata, buning bu xiyonatiga qarata. Buning uchun buni xiyonat deb ataymiz. Chunki bular eg'izni o'zini musulmon deb kelganlik musulmonlarning qishig'i. Musulmonlar bilan biz bir saf deb kelganlik bular, shuni da'vo qiliqlik bular. Musulmonlarga chaqilmaymiz deb kelganlik bular. Ammo fursat shunda kelsa musulmonlarga qarshi shunda urushlar, esiplam qilib qolsa, bu vaqtda ularning qilgan bu xiyonatiga qarata fahuduhum. Bu vaqtda ularni tutsanglar bo'ladi. Vaqtuluhum, ularni shu vaqtda o'ltiringlar, tapqayringlarda, ular ja'alna lakum alayhim. Sizlarning ustinglarga ularni qanday qilish huquqini berdik deydi. Sultonan mubin, bu sulton degani mayli delil pak hujjat jihatda sizlar ustunlikda. Qanday qilsanglar bo'ladi vaqtda, o'ltiringlar ularni shu vaqtida. Chunki masala intayin zil masala. Munofiq masalasi kofir masalasiga o'xshamaydigan masala. Kofir aniq masalasi. Onun yo'li ayrim. Ama munofiq bir qarasa musulmon. Chunki eg'izni musulmon da'vatida. Musulmonlar bilan bir safda turadi. Bir qarasa kufri. Bundan yuqoridagiga o'xshash fitna kelib qolgan vaqtida. Fitna deganimiz imtihon kelib qolgan vaqtda, sinoq kelib qolgan vaqtda bularning yeli shu vaqtda chiqadi. Ya'ni Qur'on bu yerda mushu adamning ishlarining tafsiloti bo'yicha inchki nuqtalarni bizga gapiryapti. Munofiqning ahvoli mayadan mayag'icha, munofiqni haqiqiy musulmonligini, mu'minligini sinaydigan amaliy sinov bu, amaliy o'lcham bu. Bu o'lchamdan o'tgandan keyin unga normal musulmonga o'xshash, mu'minga o'xshash muomala qilishga bo'ladi. Bu o'lchamdan o'tolmasa, agar bu ma'nomi yuqoridagi oyatga o'xshash sizdan ayrim to'sayna sizga chaqilmasa, sizga tishlik bilan muomala qilsa, sizga qarshi urush qilmasa, sizga dushmanlik qilmasa, sizning maxfiyatini kuparga boshqa dushmanlikka yetkazmasa, ularga chaqilish qolmaydi. Ammo yana biz sizlar oranglarda to'xtam va ittifoq va ahdi misaq va qavm bilan birga turgan bo'lg'achqa. Ammo shunda bir imtihon sinoq kelib, bu imtihonni o'tolmay sizga qarshi urush qilib qolsa, sizlar bo'lgan tinchlikni o'tirib buzib qolsa, am bularning xiyonatiga qarata tutgan yerda bularni tutib o'ldirib o'tish kerak degan bir shaklda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga to'liq huquqni berdi. Huquq degan gapni nima olamiz? Chunki oyat sulton ifodasini qo'llandi. Sulton arabchadagi hujjat, paket, ya'ni dalilim degan ma'noda, dalil degan ma'noda. Mayli sizlar ularga qarshi urush qilish, ularni o'ldirish jihatda tamamen qulinglarda nima bor? Hujjatinglar olgan bo'ladi, paketinglar olgan. Ya'ni sizlar yo'llik ish qilgan bo'lasizlar u vaqtda deydi.
Yine birisi vaqtda kuch olmaydı. Qılsanlar buludu degan şekilde Allah subhanahu ve taala ayetini ahırlaştırdı. Vaqtdan sonra biz bugün müşahede toxtayımız, dersimizni toxtayımız. İnşallah kela saatlik dersde kurashgan kadar hammalarni Allohga amonat qildim. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.